Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Hozir Yalqin Ro'zining Uyg'onib atgan ajdod ruhi nomli kitobiga kirgizilgan Sabit Damollam kim nomli asarni davomlashtirib o'qiymiz. Xo'sh. Sabit Damollam 1883-yili Qashqar Otishning Azoq kentida Abdulbaqi ismli kichik savdogar oilasida tug'ilgan. Bu yerda kichik bir izohat bor ekan, shu izohatni o'qib beray. Sabit Damollamning tug'ilgan vaqti to'g'riliq hozirgacha nashr qilingan materiallarda mushu yilnoma asos qilinib kelyapti. Ammo Turkiyalik general Ziya Yargök o'zining Sarqamishdan asoratga 1915-1920 degan aslimisida 1918-yili 11-oyda Suydingda Sabit Damollam bilan bo'lganda bu kishi 30 yoshda ya bor ya yo'qdi deb yozgan. Buningga asoslanganda Sabit Damollam 1880-yillarning oxirlari tug'ilgan bo'ldi. Başlangıç dini tərbiyəni Azaqda Çoğ Alima xanım degan kishidan olgan. Keyin Qashqardagi xonliq madrasada o'qigan. 1900-yillarning o'ttirlari Buxoroga berib o'qigan. 1914-yili o'qishni tamomlab damolli bo'lib, Udul G'uljiga kelib, Azaqliq yurtdoshlari eng ko'p o'ltiraqlashgan Suydingda İsmail Hacı degan kishining qizi Rabiyaga o'ylanib, Abdulla ismli bir o'g'il farzand ko'rgan. Sabit Damollamning ayoli bilan o'g'lini Suydingda qoldirib, Qashqarga nima sababdan qaytib kelganligi aniq emas. Ba'zilar Suydingdagi rasti vaqasi bilan munosabatli deb qarashadi. Haqiqatan 1916-yili Suydingda rasti vaqasi deb atalgan Uyg'ur savdogarlarining do'konlariga o't ketish vaqasi yuz bergan. 1917-yili 5-oyning 10-kuni Suydingga kelgan Shimoliy militaristlar hukumatining bosh xodimi Shebinning Şinjangdagi sayohat xotirasi degan kitobida bu voqeaga aloqador mundaq uchur xotirlangan. Suyding sepilining aylanmasi 4 chaqirim atrofida ekan. Bu qal'a ilidagi 9 ko'raning biri ekan. Bozorlarining obodligi Manas bilan o'xshash bo'lib, savdo do'konlari Janubiy Qovuq cho'ng ko'chasi va Janubiy Qovuqda ekan. Janubiy Qovuqda asosan Uyg'ur savdogarlarining do'konlari, sepil ichida butunlay Kenjinlik savdogarlarining do'konlari joylashgan ekan. Janubiy Qovuqdagi bozor oldingi yili o't ketib vayron bo'lgan ekan. Hozir bo'lsa do'konlarning hammasi yangilanib, uylar Rus fasonida selinibdi. Uylar ratlik, ko'rkam, ko'chalar keng ekan. 79-bet. Rasti vaqasida Uyg'ur savdogarlarining do'konlari ko'yib ketib, faqat sepilga tutash selingan bir uyni ishratxona qilib olgan. Juxozi deb nom olgan kuchaliq bir satan ayolning uyila saqalgan. Mana mushu rasti vaqasi sababidan Suydingdagi o'limalar ham savdogarlar orasida ixtilof ko'rilgan. Ba'zi nodon savdogarlar biz o'shra zakotni ayiravatgan tursak, bizning do'konlarimiz kuyib, kech-kunduz aysh-ishrat qaynaydigan bir buzuq xotinning uyning saqalg'ini nemisi deyishib, o'limalarning ko'ziga kirib olgan. Sabit Damollam mushu rasti vaqasi tufayli kelib chiqqan ixtiloflar tufayli ayoli bilan o'g'li Abdullani Suydingdagi tuqqanlarining yanida qoldirib, o'zi Qashqarga qaytib ketgan deyishadi. Ammo Turkiyalik general Ziya Yargökning aslimasidagi bayonlarga qaraganda yuqorqi sababning chilliqiga toza ishongili bo'lmaydi.
Ziya Yergük qatarlıq Osman imperiyasının 1-ci Dünya urushiga qatnaşqan bir türküm ofiseri askarlari 1915-ci yili Armeniyaning Sarqamish degan yerida Rossiya bilan bo'lgan urushda asirga tushib Sibiriyaga palangan. Ular 1918-yilgacha Sibiriyada asirlikda yashagan. Rossiyadagi inqiloblar sababidan kontrolliq bo'shig'ashqa 1918-yili 10-oyda Ziya Yergük qatarliq 6 ofitser askar qechib Qozog'istonning Shamay shahriga kelgan. U yerda Akufka Musabayevlarning singlisining eri Abdurahim Baybatchi bilan uchrashib qolgan. Abdurahim Baybatchi İstanbuldagi Galatasaray o'tir maktabida o'qigan bo'lg'ashqa, ular bilan tezla sirdishib chiqishib ketgan. Ham Qo'rg'asda turadigan Shomi Damulla degan kishiga hamroh qilib Suydinga ustib qo'ygan. Ular Dörbiljin orqali Şinjanға kirib, Shixodin shu yili 11-oylarda Suydinga yetib kelgan. Suydinga kelgandan keyin Shomi Damollam ularni Sabit Damollamning uyiga olib borgan. Sabit Damollam ularni kutib olib, ham 6 at tayyorlab, mahallaning imomini yo'l boshlashga tayinlab, Eli daryosidan o'tib, Yetsudagi Yarkent tavasiga yetkazib qo'ygan. Ziya Yergükning bayonidan qaraganda, Sabit Damollam 1918-yilning oxirlaridami texi Suydinda edi. Bu chaqda rasti vaqasining yuz berganiga 2 yil bo'lib qolgan edi. Nima sababdan bo'lishdan qat'iy nazar, Sabit Damollam ayoli bilan o'g'lini Suydinda qoldirib qo'yib, Qashqarga kelgan. Onun Qashqarga kelgan chog'lari 1919-yili yoki 1920-yillar bo'lishi ehtimol. Sabit Damollam Qashqarga kelgan chog'lar Abduqodir Damollam, Qutlug' Shavqi qatorliq jadidchilar zo'r kuch bilan Yevropalik din tarqatquchilarning din tarqatish yo'lidagi har xil usullarga qarshi kayfiyatni avj oldirib, ommaviy do'lqin shakllantirib atgan chog'lar edi. Sabit Damollaning diniy ma'lumoti alohida yuqori bo'lg'ashqa, Qashqardagi donliq madrasalarda mudarrislik qilgan. Uning bu mezgildagi faoliyati Abduqodir Damollam yetakchilik qilayotgan jadidchilar bilan hamkorlashib, xristian din tarqatquchilarining harakatiga taqobil turish doirasi ichida bo'lgan. Boshqacha siyosiy harakat elib borganligi ma'lum emas. 20-asrning boshlarida dunyo miqyosida, bo'libmi Islomiyat dunyosida Angliyaga qarshi kayfiyat eng kuchli edi. Abduqodir Damollam boshchiligidagi Qashqar jadidchilarimi bu xil ideyaviy xohishdan mustasno emas edi. 1924-yili Qashqardagi ilg'or yoshlar bilan taqvodor taliblar Abduqodir Damollamning o'rinlashtirishi bilan xristian din tarqatquchilariga qarshi kuch ko'rsatish namoyish qilgan. 1917-yildagi fevral inqilobi va oktyabr inqilobi orqali Char Rossiya hukumati og'dirilib, bolsheviklar hukumati borliqqa kelgan. Natijada Qashqardagi Rossiya konsulxonasi taqilib qolgan. Azaldan ta'siri kuch jihatda Rossiya konsulxonasidan orqada turib kelgan Qashqardagi Angliya konsulxonasining ta'siri boshqa raqibi bo'lmag'achqa bu chaqda rosa kuchaygan. Yangizinshin hukumatimi ularni ziyoda himoya qilgan. Mushundaq ahvolda Abduqodir Damollam o'rinlashtirgan namoyish Angliya konsulxonasi, Shvetsiya missionerlari va yerlik hukumat doiralarining qattiq g'azabini qo'zg'agan. Natijada namoyishga qatnashgan ham uyushtirganlarni qo'lga elib jazolash boshlangan. Abduqodir Damollam 1924-yili 8-oyda qasdlab o'ldirilgan. Vaziyat ziyoda keskin bo'lg'ashqa xavfsiragan kishilar taraf-tarafga qochgan. Sabit Damollam shu yillarda G'uljiga chiqib panohlangan. U G'uljida turgan dastlabki yillarda Muhammad alayhissalomning ish izlari so'zlangan cho'ng hajmli kitobi
şirin kalamni yazıp tamamlap 1927-yili Sodigar baylarning yordamida Ko'radagi hukumat matbaasida ko'paytib bostırgan. Bu kitap uningga zo'r ommaviy nüfus ata qilgan. Şu yıldan başlap u G'uljadagi Dang masjidida Qur'on Karimni og'zaki tarjima qilib, bu ishni 2-3 yil davomlashtirgan. O şu yıllarda yana İslam dünyasida ta'siri zo'r İbn Malik degan olimning madrasalarda darslik qilinayotgan arab tili grammatikasi to'g'risidagi Alfiya nomli kitobiga sharh va hoshiya yozib chiqqan. Uning bu kitobi Sharhi Alfiya deb atalgan. Bir 1920-yillarda Sovet İttifoqining qurilishi, O'rta Osiyoda bolsheviklar hukumatiga qarshi bosmichilar harakatining ko'tarilishi va mag'lub bo'lishi, Osmanlı imperiyasining og'dirilib Turkiya Jumhuriyatining qurilishi, xalifaning amaldan qilishi, Hindistondagi Angliyaga qarshi harakatlar, Saudiya Arabistonining mustaqil bo'lishi qatorliq bir qator jahonni zilzilaga solgan ishlar yuz berib, İslamiyet dünyası daval bo'lib ketgan edi. Turlik inqilob, milliy harakat, bo'linish istiki dunyoviy iqim bo'lib qolgan edi. Bu hadislar Xinjiang miqyosidagi azaldan siyosiyga bo'lgan qizg'inligi sus molla o'limalar qatlami orasida tavrinish paydo qilgan. Natijada ular orasida to'g'ri siyosiy ong'a ega kishilarmi, noto'g'ri siyosiy g'arazga ega kishilarmi paydo bo'lishga boshlagan. Sabit damollam üçün aytganda, G'uljadagi mushu bir necha yil uning diniy o'limalikdan bara-bara siyosiy g'arazlari shakllangan bir bo'lgunchiga aylanish jarayoni bo'lib qolgan. Buni uning 1930-yili G'uljada Muhammed Emin Bug'ra bilan uchrashganda degan gaplardan his qilg'ili bo'ladi. Muhammed Emin Bug'ra kelgusida cho'ng ishlarni ta'virtishni planlab, oldi bilan joylarning ahvolini ko'zish uchun shu yillarda Xotandan cho'chakka chiqib, cho'chakdagi mashhur tatar olim Murat apandidan ta'lim olg'ach G'uljaga kelgan. G'uljada siyosiy g'arazlari tamamen o'xshash bo'lgan bu ikkilan tunji qitim ko'rishgan. Ular ko'rishibla bir-birini izlashib yurgan kishilar ekanligini his qilishgan. Sabit damollam ham ma'lumotliq, ham notiq bo'lg'ashqa, yeshi o'zidan 15-16 yoshlar kichik Muhammed Emin Bug'rada cho'nqur ta'sir qoldirgan. Sabit damollam shu qitimda Muhammed Emin Bug'raga qurolliq isyon ko'tarishning birdan-bir tanlash ekanligini, qurolliq isyon ko'taradigan eng yaxshi o'rinning Xotan ekanligini tushundirgan. Niyat maqsadlari bir yerdan chiqqan bu ikkilan o'z vazifalarini ado qilib, maqsadlarini amalga oshirish uchun tayyorlik qilish kirishgan. Muhammed Emin Bug'ra Xotanga qaytib kelib, qurolliq isyon ko'tarishga tayyorlik qilgan. Sabit damollam 1931-yili atiyozda 14 yoshlik o'g'li Abdullani elib, dunyo vaziyatini ko'zatib kelish uchun Rossiya orqali hajga mangan. U Rossiyadan Turkiyaga borgan, ondan Makkaga berib haj qilgan. Haj farzini ado qilib bo'lgandan keyin Hijaz, Iskandariya, Misr, Hindiston qatorliq joylarni aylangan. Bu jarayonda yozgan Aqida Javharlari degan kitobining muqaddimasida u aniq qilib: "To'limi afsus, bu sayohatimda qayerga borsam islom dinidagi kishilarning ahvoli intayin to'van ekanligini ko'rib qattiq hasratlandim hamda bu masalada uzoq o'ylandim" deb yozgan. Buningdan uning İslamiyet dunyosida o'zining siyosiy g'arazini amalga oshirishga yordam qilgudek biror kuchning yo'qligini his qilib hasrat chekkanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ammo u bu sayohat jarayonida Misr, Hijaz va Turkiyadagi pan-islomizmchi olimlar bilan tanishgan.
ulardan nusrat qazanishning yo'llarini so'ragan. U yuqorqi asrning muqaddimasida yana mundaq yozgan. Bu haqda uzun tafakkur qildim. İstanbul, İskenderiye, Misr, Hicaz va Hindi o'limalarining haqiqatparvarlari bilan muzokiralashdim. Muhtaram tangdoshsiz o'lima doktor Rashid Rizo bilan necha majlislarda billa bo'lib fikr almashtirdim. Ular menga Ömer ibn Karabning Amrul Bayan degan kitobini va Shamliq Suriyalik o'tkir siyosiyon mashhur xatib Shakif Arslanning musulmonlar nima uchun orqada qilib boshqalar ilgirlab ketadi degan kitobini berdi. Ko'ngil qo'yib ko'rib chiqdim. U kishi mushu masalani tadqiq qilgan ekan. Sabit Damullam bu 2 yillik sayohati jarayonida siyosiy g'arazlarini ishga oshirishning imkoniyatlari ustida tinim topmay izlangan. To'xtamay kitob o'qigan. Har xil nomda ichilgan yig'ilishlarga qatnashgan. Ashu so'rinlarda Majid Kardi, İbrahim G'azzavi, Abdul Quddus Ansari, Tatar olim Abdurashid İbrahim qatorliqlari bilan fikr almashtirgan. Onun Aqida Javharlari degan kitobidagi uchurlardan qaraganda, u bu jarayonda İslam qonuni nomli 2 tomliq kitob yozishni niyat qilgan bo'lsa-mu, vaqt chiqara olmaganligidan o'kinganligini ifodalagan. Shundaqdimi Aqida Javharlari nomli kitobini yurtdoshlariga xurmo va zamzam o'rnida sovg'a qilmoqchi bo'lib, tuzib tayyorligini aytgan. Sabit Damullam 1932-yili noyabrda 2 yillik sayohatini oxirlashtirib, Şinjanga qarab yo'l olgan. U yuqorqi kitobida bu safarimda qudratimning yetishicha ibrat va tajriba hosil qildim deb yozganidek, salchoqliqli bo'lmaydigan bir siyosiy bo'lgunchida bo'lishga tegishlik mo'l tajribalarni to'plab, qat'iy iroda turg'izib Hindistondan Gomaga kelgan. Qayda bo'yicha haj tavob qilib qaytgan hojilar oldi bilan urug' tuqqanlari va yurtdoshlar bilan ko'rishadigan odat bo'lsa-mu, butkul vujudi mustaqillik ideyasi bilan zaharlangan bu yangi hoji yurti otishga qarab mangmasdan udul Xotanga berib, G'uljida til biriktirgan maslakdoshi Muhammad Emin Bug'ra bilan ko'rishgan. U Xotanga berishiga Ramzon oyi kirgan. Uxlasimi mustaqillik tush ko'radigan, fursatni hargiz qo'ldan bermaydigan bu tavranmas bo'lgunchi o'zining notiqlik karomatini to'liq ishga selib, Ramzon oyida Qaraqashda jihad haqida to'xtamay va'z etib, bir tarafdan kishilarga mustaqillik ideyasini singdirsa, yana bir tarafdan o'zining diniy va siyosiy nopozini tiklagan. G'uljidan kelgandan beri qo'zg'olon qilishga tayyorlik ko'rib kelayotgan Muhammad Emin Bug'ra moddiy tayyorliklarni texmi tezlatgan. Niyuching apandining Muhammad Emin Bug'ra qandoq kishi degan maqolasida yozishicha, Muhammad Emin Bug'ra qo'zg'olonga aktiv tayyorlik qilayotgan chaq dal Qaraqash nahiyasining xalqqa qattiq zulm solgan, gunohi chekidan oshgan hokimi Yanju askar elavatgan chaq bo'lg'ashqa, Muhammad Emin Bug'ra darhol ovchi Aqtursun qatorliqlarni nahiyalik hukumat askarlari qatoriga suqunib kirib olishni o'rinlashtirgan. 1933-yili 2-oyning 24-kuni Sabit Damullam bilan Muhammad Emin Bug'ra o'zlariga agashgan kishilarni ov miltiqi, qilich, cho'moq qatorliqlar bilan qurollantirib, Qaraqash nahiyalik yomilga hujum qilib, ichidagilarning moslashishi bilan nihoyat osonlik g'alaba qozongan. Ular orqadilla Xotanga hujum qilgan. Xotandagi hukumat amaldorlari qo'rqib ketib, qarshilik ko'rsatmayla taslim bo'lgan. Natijada Qaraqashdan kelgan isyonchilar Xotanni urushmayli egallagan. Xotan atrofidagi nahiylarmi hash-pashtigacha Muhammad Emin Bug'ra odamlarning qo'liga o'tgan. Natijada
4 ayının 5 günü Xotan İslam Hökuməti degan bir hökumət qurulgan. Bu hökumətdə Muhammed Niyaz Alam degan kishi dini dahi, Sabit Damollam Ali məsləhətçi, Muhammed Emin Boğra baş qomandan bolgan. Muhammed Emin Boğra baş qomandan boluş süpüte bilen şundaqla mijazi çuz, urushda Batur inileri Şah Mansur ve emir sahiplerinin ongsol yardımcı boluşu bilen əməli huquqi en zor şəxs hesablanatdı. Xotan İslam hökuməti qurulup, çərçəndin tartıb yəkəngiçi bolğan joylarını öz tizginiga alğandan keyin Sabit Damollam bu quralliq isyanni kengaytib, Qashqarga yurish qilish to'g'riliq Muhammed Emin Boğraga ko'p maslahat ko'rsatib, oxir uni ko'ndirgan. Natijada Sabit Damollam bilan Muhammed Emin Boğraning inisi Şah Mansur mingcha askarni boshlab ko'p mushaqqatlar bilan 1933-yili 7-oyda Qashqarga yetib kelgan. Uzoqdan beri Mafushin, Mashavu qatarliq zolim amaldorlarning dardini tortib to'yib ketgan oddiy xalq Sabit Damollam bilan Şah Mansurni nijotkor bilib, to'limi dag'dug'liq qarshi olgan. Xalqaradagi ko'z tishlari asosida mo'l tajriba to'plagan Sabit Damollam o'zining siyosiy g'arazini amalga oshirish uchun ideyaviy asos tayyorlashning zarurligini biladigan bo'lg'achqa 7-oyning 21 kuni haftada bir son nashr qilinadigan Sharq Turkiston hayoti degan gazetni nashr qildirgan. Gazetning sahifa mazmunini diniy, milliy, ilmiy, adabiy, axloqiy, siyosiy gazet deb bekitgan. Sabit Damollam bilan Şah Mansur Qashqarga kelgan mezgilda Qashqar Temür Shijangning qo'lida, Yangi shahar Majansangning qo'lida edi. Majansangning yanida hukumatning qoldiq askarlari va Qashqar dotiyi Mashavumu bor edi. Qashqarning vaziyati murakkab edi. Qashqarda O'rta Osiyodan mag'lub bo'lib qochib kelgan bosmichilarning ota-onalari bo'lgan O'zbek Yusufjon Qurbeshi, Setivaldijon Qurbeshi va Qirg'iz Jonbek qatorliq qurolli kuchlarmi bor edi. Yerlik qirg'izlardan chiqqan Osman Alining ota-onalligida tashkillangan otishliq Kichik Axun Tuanjang, Abduqodir Hoji Tuanjang qatorliq qurolli kuchlarmi bor edi. Temür Shijang sadda odam bo'lg'achqa Majansangning aldam xaltisiga tushib, atrofidagi Osman ham boshqa ota-onallar bilan chiqish olmay kelyotdi. Temür Shijang Qashqarda nopozini kuchaytirmay jeli bo'lib turganning ustiga Sabit Damollam qatorliqlar Qashqarda paydo bo'lgan. Sabit Damollam bilan Şah Mansur Temür Shijangga avval kuchni birlashtirib, Yangi shahardagi Majansangni yo'qotish taklifini bergan. Temür Shijang Sabit Damollam bilan Şah Mansurga Xotandan elib kelgan askarlari bilan ko'rlig'i berib, Xo'ja Niyaz hojiga yordamlashib, Majuningga qarshi jang qilish taklifini bergan. Ikki tarafning fikri bir yerdan chiqmagan. Sabit Damollam bilan Şah Mansur Qashqardagi vaziyatning o'zlari orzu qilgandek emasligini ko'rib, o'z oldiga ish tutgan. Ular Xotan idorasi degan bir yangi o'rinni ta'sis qilib, shu o'rinni baza qilib, Qashqarda ta'sir kuchini oshirishga kirishgan. Sabit Damollam Qashqardagi guruhlarning murakkabligini nazarda tutib, Xotan idorasi degan bu o'rinni qurishdagi maqsadini Xotan yordam bergan urush lozimatliklarini boshqarish idorasi deb tushuntirib, o'zining haqiqiy g'arazini vaqtincha yoshirgan. Temür Shijang Sabit Damollam bilan Şah Mansurning Qashqardagi ta'sirining kun sayin kengayib berayotganligini ko'rib, o'z ustunligini saqlab qolish uchun 1933-yili 8-oyning 1-kunidan boshlab ular bilan ochiq-oshkora qarshilashishga boshlagan. Ham bara-bara bu qarshilikni chekiga yetkazib, 8-oyning 7-kuni Sabit Damollam bilan Şah Mansurning askarlarini butunlay qurolsizlantirgan. Sabit Damollam bilan Şah Mansurni nazarband qilib,
askarlarni Xotanga qo'g'lab etgan. Vaziyatning yomonlashganligini ko'rgan Osman Tuanjangmi taqqa chiqib ketgan. Natijada Temir Shijang Qashqarning xo'jasi bo'lib qolgan. Xelidan beri Yangi shaharda mudofaa holatida turib fursat kutayotgan Majansang Qashqarda faqat Temir Shijangning qolganligini ko'rib, Temir Shijangning o'zini podshohdek his qilib, xo'shal yayrab bexutlashgan paytini pamlab 9-ayning 27-kuni mashina bilan shahar sirtiga ketayotganda pistirma qurib hamrohlari bilan qo'shib o'ltirib etgan. Natijada Qashqar shahri Tungallarning qo'liga o'tib ketgan. 1924-yildan beri Qashqarga do'taylik qilib kelayotgan Tungan Mashavu bilan Majansang Yangi shahardan Qashqar shahriga kirib joylashgan. Shu kunidagi urush jarayonida Setivaldijan Qurbeshi degan o'zbek atamanning odamlari Shoh Mansur bilan Sabit Damollamni nazarbanddan qutuldirgan. Shoh Mansur darhol yakanga otlanib o'z askarlarini to'plagan. Sabit Damollam otishga chiqib, shu yerda panohlanayotgan atamanlar bilan Qashqarni qaytirib olishning planini tuzgan. Taqqa chiqib ketgan Osman Qirg'izni taklif qilib, kuchini yangi boshdan tashkillagan. Ular 10-ayning 1-kuni Qashqarga ikki tarafdan hujum qilishga pitishgan. Osman Ali o'z odamlari bilan tog' tarafdan, Sabit Damollam Uyg'ur, Tuanjang, o'zbek atamanlari bilan otish tarafdan hujum boshlagan. Bir kun qattiq urushib, oxiri Tungallarni Yangi shaharga chekindirgan. Qashqar qo'lga kelgandan keyin Sabit Damollam qatorliqlar Qashqar tarafga kelayotgan Xo'janiyaz hojini xotirjam qilish ham uningga bo'lgan hurmatini ifodalash uchun Turponliq Yunus Bagni Qashqarga vali qilib qo'ygan. Qashqarni qo'lga olgan Sabit Damollam va uning odamlari bu fursatni ching tutib, bir tarafdan Yangi shaharga bekinib olgan Majansang qo'shiniga hujum qilsa, yana bir tarafdan uzoqdan beri ko'ngliga pukib kelgan hukumatni qurish ishiga jiddiy kirishib ketgan. Mushchaqda Misrning Qohira shahrida arab tilida nashr qilinayotgan Manar, ya'ni Mayak jurnaliga bir necha parcha xat xabar yezib, ulardan ma'naviy yordamlarni so'ragan. Sharq Turkiston inqilobi degan maqolasida Xo'janiyaz hoji boshchiligidagi Qumul inqilobidan tortib, Xotan, Qashqarlardagi qo'zg'olon va bo'lginchilik faoliyatlarining yuz berish sababini, jarayonini va muddosini tafsiliy tonishtirgan. U bu maqolasida Xinjiangdagi xalq qo'zg'olonlari va bo'lginchilik faoliyatlarini aralashtiribla Sharq Turkiston inqilobi deb atagan. Buni biz Manar jurnalining Hijriya 1352-yili Ramazon oyida, ya'ni milodiya 1933-yili dekabrda nashr qilingan 6-sonida Sabit Damollamning avtorligida e'lon qilingan Sharq Turkiston inqilobi degan tafsiliy xabarga jurnal muharrirlarining yozgan kirish so'zdan aniq his qilib olamiz. Pan-islamizmlik ideyaga ega kishilar boshquradigan bu jurnalning muharrirlari kirish so'zda Sabit Damollamni og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundaq yozgan. Bu maqola Sharq Turkiston inqilobining arkonlaridan biri bo'lgan yetuk o'lima, taqvodar ustoz Sabit ibn Abdulbaqining Manar jurnaliga yozgan maqolasi. Bu zat mushu xabar bilan bizga yana bir parcha maktub yo'llagan bo'lib, buningda ilgariki maktubida tilga olgandek qurilmoqchi bo'lgan yangi islom davlati uchun islomiy asos qonun loyihasi tayyorlab berishni talab qildi. Allah xolsa pat yaqinda tayyorlab avatimiz. Bu kirish so'zdan ko'rib olishga bo'ladi-ki, Sabit Damollamning siyosiy g'arizi, ya'ni atalmish Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurish xiyoli birdamlik qizg'inlik bilan shakllangan bo'lmasdan, u bu jihatda haqiqatan uzoqdan beri
inchga plan tuzib, xalqarалық pan islamizmchilar bilan til biriktirib, andin bu sahnaga chiqqan. Uning har bir harakati uning pishqan bo'lginchilik ideyasini oshkorlab berdi. Sabit Damollam Qashqardagi obro'y inovatining kun sayin o'sishi bilan o'ziga texmi ishinib, Xotan idorasi degan o'rinning nomini Xotan islom hukumatining Qashqarda turishliq ish bejirish o'rniga o'zgartgan. Ro'shan siyosiy mas'uliyatni ifodalaydigan bu nom Osman Ali, Hafiz Luyjang, Kichik Axun Tuanjang qatorliqlarni sagaklashtirgan. Ular Sabit Damollam qatorliqlarining harakat doirasining bargan siri chekdan eshib ketayotganligini his qilib, bu organni pechatlash kerak deb o'tirg'a chiqqan. Ammo jahon ko'rgan, diniy bilimi mo'l, gap so'zga mohir, bo'libmi taqvodorlikda Osman Ali, Hafiz Luyjang, Kichik Axun Tuanjang, Yunus Beglardan mutlaq ustun turdigan Sabit Damollam Qashqar xalqining qalbida bargan seri yuksak o'ringa o'tgan. Liu Zishao apandining yozishicha, Osman Ali, Hafiz Luyjang, Kichik Axun Tuanjanglar Sabit Damollamning Xotan idorasini o'zgartib tashkil qilishiga norozi bo'lib, bu organni pechatlashga qo'l selib bo'lg'icha Sabit Damollamning inovati Qashqarda tezlikda o'sib, Osman Ali qatorliqlar vaziyatni tizgillayolmas bo'lib qolgan. 9-oyning 10-kuni Sabit Damollam texmi ilgirlab, bu organning nomini Sharq Turkiston Mustaqillik Kengashiga o'zgartgan. Sabit Damollam mushchaqda andin Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurish ideyasini oshkorlagan. Bir qism kishilarni kengash hay'at qilib saylagan. Shuningdan keyin u har xil vositalarni qo'llanib, Osman Alining kuchini parchalab, uning qo'l ostidagilarni kontrol qilish iqtidorini yo'qotgan, parchalangan kuchlarni o'ziga tortib, o'zining ta'sir kuchini oshirgan. 1933-yili 11-oyning 12-kuni kashda atalmış Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini rasmiy qurib, bu kechini millat kechisi deb atagan. Hukumatning mas'ullari va 10 necha ministerlikning ministerlarini bekitgan. Atsi Tuman daryo ko'vrigi bo'yida 20 ming kishilik yig'in ichib, bayroq chiqarish murosimi o'tkazgan. Hukumat a'zolarining ismlikini e'lon qilgan. Sabit Damollam hukumat bayonotini o'qigan. To'p etib tabriklash faoliyati o'tkazilgan. Sovg'at bo'yimlari qabul qilingan. Orqadan namoyish uyushtirilib, namoyishchilar haytqoqqa to'plashgan. Ko'p yillik orzusi amalga oshgan tipik bo'lginchi Sabit Damollam bu namoyishda ko'rilib baxmagan hayajon bilan nutq so'zlagan. Onun qo'llag'uchi va agashkuchilari qizg'in olqish yog'dirishgan. Shoirlar she'r deklamatsiya qilishib, haytqoqni beshiga kiygan. Tabriklash faoliyatiga Angliyaning Qashqarda turishliq konsulxonasining amaldorlari qatnashgan. Chunki bu chaqda Shingsay hukumati Sovet ittifoqi bilan ziyoda yaqin munosabatda bo'lib atqashqa, Angliya taraf Shingsay hukumatiga qarshi guruhni o'ziga tortish yo'lini tutgan. Ding Dubinning O'rta Osiyo umumiy tarixi degan kitobida yozilishicha, Angliya Xinjiangda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilib qolsa, Sovet ittifoqi bilan qarshilash qilib bo'ladi, ham Jungoni parchalash maqsadiga yetkilib bo'ladi deb qaragan edi. Biroq Angliyami Sharq Turkiston voqeasining Angliyaga qarashli Hindistondagi musulmonlar orasida mustaqillik do'lqini keltirib chiqarishidan ansiraydi. Onundan boshqa Angliyaliklar Sharq Turkiston bo'lgunchi kuchlarining qanchalik istiqboli borligini bilmaydi. Garchi Angliya konsuli Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish murosimiga qatnashgan bo'lsa-mu, Angliya hukumatining qo'llashi yanada oshkora va qizg'in emas edi.
Xo'sh, bugun mushinchilik o'qib beray. Mayada Sabit Damollamning rasm bor ekan, balkim Xo'sh, amsa bugun mushinchilik o'qiylik. Davomiga diqqat bergaysiz. Xayr, xo'sh, aman bo'laylik. Kunma o'ltiray deb qapti. Kun o'ltirgan vaqtda chiroyli manzarlar bo'ldi. Shu manzarlardan biroz hozirlarga sunay.